Xamiri kumur og'izda erib ketadigan, yig'inlarga, tog'oralarga qilsangiz ham uyaltirmaydigan, ichlari sochli, mazali somsa tayyorlaymiz. Xamiri uchun 3 stakan unga 200 gramm yaxshi margarinni solib, ikkalasini birgalikda qo'limiz bilan urvoq qilib olamiz. Keyin bunga 1 choy qoshiq qabartma, yarim choy qoshiq tuz, 200 gramm smetana solib xamir qoramiz va tayyor xamirni sovutgichga qo'yib qo'yamiz. Ichiga solish uchun esa mol go'shtining yog'sizroq joyidan olib qo'lda mayda to'g'raymiz. Barakali bo'lishini xohlasangiz, manga o'xshab kartoshkani olib mayda to'g'rab, uni ham sovorasiz. Va shu masalliqqa yarasha piyozni ham olib mayda to'g'rab, uni ham solamiz hamda kerakli ziravorlardan hammasidan solib yaxshilab aralashtiramiz. Nachinka tayyor. Endi muzdagina va qattiqqina bo'lib turgan xamirni olamiz va bo'laklarga bo'lamiz. Hajmini kattaroq qilganim uchun 16 ta chiqdi. O'qlov yordamida yupqa uzunchoq shaklda yoyamiz va ichiga nachinkadan to'ldirib, videoda ko'rsatilgandek tugamiz. Notekis joylarini kesib tashlaymiz va zichlab un yordamida yaxshilab yopishtiramiz. Gulga o'xshaydigan go'zal somsalarni ustiga tuxum sarig'i va sut aralashmasini surib, qizigan duxovkaga jo'natamiz. Shunaqa mazali gul somsalar uchun yurakchani bosib obuna bo'lib qo'ysangiz, yana ko'rishamiz.